2025 yil Jizzax viloyatida qurilish va modernizatsiya yili sifatida boshlandi. Hududda infratuzilmalarni yangilash, mahallalarni obodonlashtirish va ijtimoiy sohani rivojlantirishga qaratilgan yirik loyihalar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Jizzax shahrining Oqqo'rg'onlik mahallasida qurilayotgan viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi 270 o'ringa mo'ljallangan. 93 milliard so'm qiymatdagi mazkur obyekt qurilishi joriy yilning iyul oyida tugallanishi rejalashtirilgan. Ko'p tarmoqli shifoxona bo'ladi. Bu yerda 22 ta bo'lim bor. Operatsiyalarning hamma turi mana shu yerda o'tadi. Bizda 7 ta operatsion zal, reanimatsiya bo'limlari, gemodializ, umuman tug'ruq kompleksidan tashqari hammasi mana shu yerda amalga oshiriladi. Shahardagi sayil joyi, yoshlik, zargarlik, ittifoq mahallalaridagi ko'p qavatli uylarda fasad qismlarini bazalt qoplamalari bilan yangilash, tom qismlarini ta'mirlash, ichki issiqlik tizimini tiklash ishlari olib borilmoqda. Issiqdan ham saqlaydi, havodan ham saqlaydi deyishibdi. Bizga o'shasi kerak, gaz yo'qmaymiz. Gaz yo'qmaymiz, отоплениeni o'zida isitamiz. Biz shu vaqtgacha gazdan foydalangan vaqtlarimiz bo'lganda. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialiga qo'shimcha bino qurilishi ishlari 2024-yilning dekabr oyida boshlangandi. Qiymati 54 milliard so'm bo'lgan mazkur loyiha 250 o'ringa ega bo'ladi. 2024-2025 yilda yildan yilga o'tuvchi va yil boshidan buyon viloyat hokimligi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi tomonidan umumiy qiymati 1 trillion 62 milliard so'mlik 177 dan ortiq ijtimoiy, iqtisodiy va infratuzilma obyektlarida qurilish, ta'mirlash, rekonstruksiya va modernizatsiya ishlari amalga oshirilmoqda. Bu kabi ishlar nafaqat hududiy infratuzilmani rivojlantirishga, balki fuqarolarning turmush darajasini tubdan yaxshilashga xizmat qiladi.